Assalomu alaykum azizlarim, aziz kuzatuvchilarim, obunachilarim. Mana sizlarni yaxshi ko'raman. Ochirimlarim sizlarga to'g'ri kelayotganidan xursandman. Boringlarga shukr, yaxshilar. Mani obunachim, kuzatuvchim, like bosganlar uchun mani ochirimlarim faqat. Bu hafta uchun ochirim qilamiz. Ya'ni yangi haftada biz ishda pulda munosabatda nimalar kutyapti deb ko'rib olamiz. Bu общий ochirim azizlarim. Ochirimlar qachon oldingizdan chiqsa sizga to'g'ri kelaveradi. Shuning uchun cheslo qo'ymayman. Cheslo shart emas. U qachon oldingizdan chiqsa sizga to'g'ri kelaveradi. Ko'raveringlar ham ochirimni. Bizni munosabatda birinchi variant nimalar kutyapti bu haftada? Ikkinchi haftada ikkinchi variant, uzr so'rayman. Ikkinchi variantda bu haftada bizni munosabatda nimalar kutyapti? Birinchi variant ishda bizni nimalar kutyapti? İkinci variant ishda bizni nimalar kutyapti? Ya'ni pul taraflama, ish taraflama bu haftada bizni nimalar kutyapti? Karta maslahati deymizmi yoki nima kirib keladi hayotingizga, nima kirib chiqib ketadi? Qo'shimcha bu. Ikkinchi variant uchun qani tanlagan bo'lsanglar, birinchi variant, ikkinchi variant. Ketdik birinchi variantdan. Sizni munosabatda nimalar kutyapti birinchi variantda? Siz bu haftada juda sevimli bo'lyapsiz. Chunki nimadir tugatyapsiz munosabatda. Ya'ni nuqta qo'ydingiz, tugatish yoki yangi etapga o'tish. Sizda yangi bosqichga o'tish bo'ldi. Ya'ni pauzada bo'ldingizmi, arazlashdingizmi? Qayta yarashuv, ya'ni yangidan boshlash yoki bo'lmasa nuqta qo'ydingiz. Munosabatga nuqta qo'ydingiz. Siz bu haftada sevimli bo'lyapsiz, yulduzdek porlayapsiz. Hammaga ko'zga yaqin bo'lyapsiz. Ishxonada ham, munosabatda yaxshi ko'rgan insoningiz tarafdan ham nima deydi, ko'zga yaqin bo'lyapsiz. Qanaqadir sizga talpinishi kuchayadi bu haftada. Ko'ziga chiroyli ko'rinib ketasiz. Siz aql bilan ish qilyapsiz. Munosabatda emotsiyaga berilmagan holatda jiddiy turib olib aql bilan ish qilyapsiz. Chunki bu yo yangidan boshladingiz yoki yangi etapga o'tdingiz. Sizni kontrol qilgan u inson. Kontrol qilgani uchun balki to'xtatdingiz. Balki aql bilan gapirib kontrolni to'xtatdingiz yoki kelishib oldingiz bu inson sizni kontrol qilmaslikka balki ko'ndi. Ajoyib. Yo sizda boshlanish bu haftada yoki tugash. Aql bilan, emotsiya bilan emas, aql bilan. Bu haftada juda sevimli bo'lyapsiz. Birinchi variant. Munosabatda bu haftada juda sevikli bo'lyapsiz. Qarang, siz emotsiyaga berilmay, aql bilan ish qilyapsiz. Ishda ham shunaqa qilyapsiz. Ya'ni o'ylayapsiz, har taraflama o'ylayapsiz. Qanaqadir sherikli ish qilasiz. Yoki sherikli biznes qilasizmi yoki ishxonada bir hamkorlikdanmi yo kimdir sizga shunaqa taklif berdimi? Sherikli ishga ko'proq tortyapti. Sizni munosabatda, ya'ni yaxshi ko'rish. Ishda sizni ishda birga ishlaydigan insoningiz bilan yaqindirsiz. Balki munosabatdagi insonlar bitta joyda ishlarsizlar. Bu haftada bir-biringizga yaqinlashyapsizlar. Ya'ni u inson sizni yaxshi ko'ryapti bu haftada. Nimagadir umidsizlikka tushyapsiz. Qarang, umidsizlikka tushyapsiz, lekin sizga siz shunaqa insonsiz. Sizga 1-2 kunlik keladigan daromad qiziq emas. Shunaqa shaxs birinchi variant. Ya'ni doimiy oqib turadigan, ya'ni kelib turadigan joyga qiziqasiz. Ya'ni hozir pul muhim emas, lekin siz bilim o'rganish, tajriba orttirish, kelajak uchun harakat qiladigan, kelajagini o'ylab qo'yadigan insonsizlar. Sizlar chunki aql bilan ish qiladigan insonsizlar. Birinchi variant. Shunaqa qilyapsan. O'ylab turib, umidsizlikka tushyapsiz ozgina. Nimaga deganda, sizga pul unaqa zo'r kelmayapti. Chunki siz hozir o'rganishdasiz. Shuning uchun ozgina umidsizlikka tushyapsiz, lekin quyosh kartasi. Siz kelajakka urug' ekyapsiz. Aql bilan ish qilyapsiz, siz yutib chiqyapsiz. Ya'ni sizni quyosh charaqlayapti. Ishda ham, munosabatda ham hammasi zo'r sizda. Ham sevilyapsiz, ham sevimli bo'lyapsiz. Aql bilan ish qilyapsiz, hunar o'rganyapsiz, yutib chiqyapsiz. Ya'ni quyosh porlayapti sizda. Ajoyib karta, birinchi variant. Qani qo'shimcha nima degan bo'lardik?
Qarang, haqiqatdan birinchi variant tanlaganlar juda kuchli shaxssiz. Ya'ni, qilaman degan ishingizni qila oladigan insonsizda, uddalay oladigan, o'ziga ishongan insonsiz. Har taraflama o'ylab turib qaror qilasiz. Yolg'iz qolib o'yladingiz. Sizda qanaqadir tanlov bo'lishi mumkin-da, shuni o'ylayapsiz. Nimanidir tugatyapsiz. Boshida ham, birinchi variantda ham, tepada ham nimanidir tugatdingiz-ku. Tugatishga ozgina o'ylanishingiz mumkin, to'xtab qolishingiz mumkin. Lekin to'g'ri qaror qilasiz deb o'ylayman. Chunki siz aqlli, dono insonsiz, har taraflama o'ylab qaror qiladigan insonsiz. Shu ozgina to'xtalib qolishingiz mumkin o'ylovda. Ya'ni shu narsani qilaymi, qilmaymi deb ozgina o'ylovda bo'lishingiz mumkin. Omad tilayman. Birinchi variant chiroyli kartalar tushdi. Ikkinchi variant munosabatda nimalar kutyapti? Siz u insondan nimagadir kecha olmayapsiz. Xuddi oyoq qo'lingiz bog'langandek turibsiz. Nimaga u insonni hadeb eslayverasiz? Nima uchun u insonni unuta olmaysiz? Shunaqa o'ylovlarda bo'lasiz bu haftada. Ikki taraflama o'ylayapsiz, nimanidir ikki taraflama o'ylayapsiz. Balki oilali bo'lsa ikki taraflama yoki farzandingiz u inson bo'lsa, sizda qanaqadir ikki taraflama tanlov bor, shuni o'ylayapsiz. O'zingizni ustingizda ishlayapsiz. Bu haftada ko'p narsani tushunib yetishga, anglashga, nima uchun bunaqa bo'lyapti, nimaga menda bunaqa degan savollar sizni qiynaydi bu haftada. Jahlingiz chiqyapti nimadandir. Lekin qaror qilyapsiz nimagadir. Shuni to'g'rilashga qaror qabul qildingiz. Ya'ni ozgina o'ylovda bo'lasiz. Nima uchun bu insondan kecha olmayapman deb analiz qilasiz bu hafta. Ishda bizni nimalar kutyapti? Ikkinchi variant. Qarang, siz nimadir boshlayapsiz bu haftada. Nimadir yoki boshlamoqchisiz yoki boshladingiz. Boshlashni maqsad qildingiz. Ozgina ziyoningiz bor, ozgina nima deydi, o'zingizni tozalab olasizmi, o'qitib olasizmi? Ozgina ziyoningiz bor, ozgina sizdan pulsizlik. Pul bor, yo'q emas, bor, lekin o'zingiz xohlagan pul yo'q. O'zingiz xohlaganchalik pul yo'qligi ozgina siz xafa qilyapti bu haftada. Sizga nima degan bo'lardim? Ikkinchi variant. Sizda hamma narsa bor, sizda hamma imkoniyat borligini ham bildiradi bu karta. Yoki sizda ozgina ziyon borligini bildiradi. Ba'zi birlaringizga, hammaga emas, bu o'sha ochirim bilasizlar. Ba'zi birlaringizga sizlarda hamma imkoniyat bor. Siz nima deydi? Sehrgardek kuchlisiz. Sizda hamma element bor degani. İşte qo'rqmay harakat qiling degani. Siz ko'ryapsizmi, yutib chiqyapsiz, harakat qilyapsiz, sizda hamma kuch bor. Aql bor, bilim bor. Nima kerak bo'lsa bor sizda ishda. Sizga baraka kelyapti, pul kelyapti, yutuqlar kelyapti, karyerada o'sish kelyapti. Qo'rqmay bemalol qadam tashlang degan bo'lardim. Chunki sizda hamma imkoniyat bor. Ozgina ziyoningiz bor, yo'q emas, ozgina, ko'p emas ziyoningiz bor. Bitta tozalab qilib tashlang. Nimadan ehtiyot bo'lishingiz kerak? Qarang, siz munosabatda balki oyoq qo'lingiz bog'langan holatda turibsiz. Hech narsa qila olmayapsiz, xafa bo'lyapsiz bu narsadan. Adolat haqida gapiryapsiz. Ya'ni menga adolatsizlik qildi deyapsiz u insonni. Yoki hayot menga adolatsizlik qildi deyapsiz, xafa bo'lyapsiz, qo'lingizdan hech narsa kelmayapti. Yana bir narsani aytgan bo'lardim. Qarang, ikki taraflama aytaman. Yoki sizga yaratgan egam shu insonni berdi, siz bilmayapsiz. Biling, balki sizga berilgan taqdirdir bu degani. Balki munosabatda, balki ishda. Yoki bo'lmasa sizni boshqa inson bilmayotganligi, qadringizga yetmaganligi, sizdan ketayotganligi, lekin bergan, yaratgan egam uchratgan taqdiringizda bor narsa bu narsa. Tushundingizmi? Munosabatda ham, ishda ham sizni taqdiringizda berilgan narsaligi, yo siz bilmayapsiz, yo inson bilmayotganligi. Ozgina bu haftada sizda tanlov bo'ladi. Ya'ni oyoq qo'lingiz bog'langan holatda, chunki bu yoqda ham shunaqa kartalar tushdi. Ya'ni oyoq qo'lingiz bog'langan holatda turibsiz. U insondan nimagadir kecha olmaysiz. Ikki taraflama o'ylaysiz, ketishni ham o'ylaysiz, davom ettirishni ham o'ylaysiz. Shu holatingiz hafta oxirida ham sizga ta'sir qilyapti. Omad tilayman, har biringizga omad yor bo'lsin.